Bugun sog'lom turmush nafaqat trend, balki katta biznesga aylanmoqda. Bu sohada ayollar uchun qanday imkoniyatlar bor? O'zbekistonda bu bozor qanchalik tez o'syapti? O'zbekistonda ayollarning sog'lom turmush tarzi, sog'lom hayot yo'nalishi bo'yicha beqiyos chegarasiz imkoniyatlar juda keng tarqalgan. Chunki ayol kishi birinchi galda go'zallik timsoli. U sog'lom bo'lsa, sog'lom oila bo'ladi, sog'lom bola bo'ladi. Aynan shu salomatlik yo'nalishi bo'yicha biz yangi yo'nalishni ochdik. Chunki biz har bir insonga o'zini salomatligi to'g'risida odatlarni targ'ib qilish yo'nalishi bo'yicha faoliyat yuritamiz. Men 82 yoshdaman. Men bu faoliyatni aynan insonlarni har doim faol harakatda bo'lishi uchun tashkil qilganman. O'zingiz misolingizni ko'rsatib qo'yibsiz-da. Chunki har bitta inson mana kredit oladi, kreditni oxirigacha yetkazib bera olmaydi, to'la olmaydi. Ayollarni o'zi tug'ilishidan ichida tadbirkorlik elementlari jo qilingan. Ular bir maqsadni agar ko'zlasa, albatta uni oxiriga yetkazadi. Shuning uchun unga ishonch berib, o'sha biznes mentorlik yo'nalishini berish kerak. Yana bitta narsani qo'llov kerak deyapsiz-da. Buni ko'rsatish kerak. Prosta qo'lidan ushlab o'sha 30 kungami 20 kungami, o'zi 21 kunda biologik inson o'zi odatlarini shakllantiradi. Ana o'sha shakllantirgancha o'sha biznes mentor mana hozir tizim qilishyapgan ekan bankda kredit berishdan oldin albatta uni maqsadini aniqlash kerak. Jahlda qilyaptimi kimgadir ko'rsatishga yoki aniq uni oilasini iqtisodiy ta'minoti uchun qilyaptimi yoki bolalarini sog'ligi uchun qilyaptimi, nima uchunligini aniq bilish kerak. O'sha sizda taqqoslash imkoniyati bor ekanda, 82 yoshdasizda. O'sha taqqoslab bering mana avvalgi bilan hozirgini. Avvalgi bilan hozirgini emas, o'sha Ibn Sino bobomiz salomatlik bo'yicha gapirilgan gaplarga urg'u qilmoqchiman. Chunki bundan 11 asr oldin unda elektronika yo'q edi. Odamlarni hozir digital twin deb aytilyapti-ku, raqamlangan ichingizdagi o'sha menini ko'ra bilish. U odam aytganki, agar bemor kelganda seni ichingdagi ikkinchi bemor bilan sen birga bo'lsang, men hech narsa qila olmayman. Tabib bo'lib, agar sen men tomonga o'tsang, seni ichingdagi o'sha bemorni tuzatishga ikkalamiz birgalikda yengamiz degan gaplar bor. Shuning uchun meni 10 ta nabiram bo'lsa ham 12 ta abiram bo'lgan taqdirda ham men faolman. Negaki odamlar aytadi, siz nimaga ishlaysiz deb. Men odamlarga yaxshilik qilish uchun, men foyda olish yoki pul olish uchun emas. Bu yerda bilasizmi, jarayon qiziq.